Take 2 steps to your right. Driver, walk straight back. Prezident Donald Trampga suiqasd qilishga uringan Ryan Raut umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Uning advokati Martin Rose ish bo'yicha apellyatsiya berilishini ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, hukm e'lon qilingach, Raut ruchka bilan o'ziga zarar yetkazishga uringan, biroq u zudlik bilan sud zalidan olib chiqib ketilgan. 59 yoshli Raut Tramp hali prezidentlikka nomzod bo'lgan 2024-yil sentyabr oyida Florida shtatidagi golf maydonida uni o'ldirishga uringan. Hududda xizmat qilayotgan AQSh maxfiy xizmati xodimi butalar orasidan chiqib turgan miltiq stvolini ko'rib qolib, Raut tomonga o'q uzgan. Shundan so'ng Raut voqea joyidan qochgan, biroq ko'p o'tmay qo'lga olingandi. Ushbu voqea 2024-yilda Tramp hayotiga qilingan ikkinchi suiqasd bo'ldi. O'sha yili iyul oyida Pensilvaniyadagi saylovoldi mitingda ham qurollangan shaxs Trampga o'q uzgan edi. Unda Tramp qulog'idan yaralangandi. Keyinchalik 20 yoshli hujum qilgan shaxs maxsus xizmatlar tomonidan otib o'ldirilgandi.